Почти yangi mashina, hammasi idealniy bo'lib turibdi. Akalar, biz bu mashinaga o'zini shtatniy monitor 360 gradus kamera, bagajlarni elektropirgitga berdik. Ularda plastik bo'lgan ekan. Biz buni elektronik berdik, ishlashni qo'yishinglar mumkin. Hammasi ideal holatda ishlaydi. Hech qanday zazorlari yo'q. Knopkalar hammasi shtatniy bo'lib turibdi. Kameralarni ishlashini ko'rsatib o'taman akalar ostiga. Ko'rishinglar mumkin, hammasi ideal holatda. Zadniy ko'rasiz, orqani ko'rsatadi. Bunday ko'rsiz oldini, favoritni yoqqanlaringizda atroflarni ko'rgan holda hamma joyni ko'rsatib beradi. Okalar, shunaqa xizmatlarimiz sizga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishlarni chiroyli va sifatli qilib bitirib beramiz. Aksariyat mashinalarga nalish olib kelib qo'yganmiz. Yo'q mashinalarga zakaz asosida olib kelamiz.